Bugün günde rayonumuzun jiyılma komandası safında çıkışçısı, onun gündaşı Yaşar Zengar Sürgülü Kıraşçı, Hayrettinov Aydar, Tatariston Respublikasının at kazangan kuraş ustası, Tatariston Respublikasının at kazangan treneri, dünya şampiyonu, 8 tapkır Tatariston RSA şampiyonu, sanap gitsen bit kup tapkırlar rayon batırı kolgan, kuraşçılarımız ismini Hayrettinovlar kuraşçılar dinastiyası bolgan, yigitlerimizden birisi, yigitler Allah'a tavşırıp başlayız. Rüstem evet olmaz mı? Ha? Endi shunday sahibi motor izzetlerdan aytdi. Xayrli san'atlar hurmatli kurashchilarimiz, motor yitirib travmalarsiz, motor yitirib kurashinglar nasib bo'lsin sizga. Endi shu shakllarda bizlar og'ir vasf chempionligi shahasi. Anlar sesi kurashlarımızın absolut şampiyonlar kuraşı burası. Ağır nesne. Zaten var ya. Hurmatli hukmdorlar, birozgina to'xtab turamiz. Ozgina to'xtab turamiz bo'ldi. Aytib o'tgan shaydi. İki pahlavon endi Hayrettinov Aydar Fatullah o'rnida bir nechadar sizni esingizga tushirib o'tdim. Shundan tag'in 90 yillar oxiri 2000-yillarda endi o'zining shundan tag'in o'zinchalik kurashi bilan, kurash stili bilan barliq respublika Rossiya xalqi suyundirgan kurashchilardan birisi. Mana endi yoshlikmi, ustalikmi degani albatta Yashil surguli kurashiga Aliga üstünlük bilen bana Yaşar Sürgülü kuraşçı Aydar Hayrettinov. Onun iyiydi Jonatovları bileler. Buna şulay bir kat premium yasagandan so'ng bir kat aylanib kelam bo'ylab aylanib keladi. Onun endi o ko'pdandan kelgan shunday bir motor g'adati ham endi o'zenshalikli olama ham Qizil Sürgülü kurashchilarimizdan birisi endi Vali Ferdinand bilan vaqt yigitlar bayli sürgülarni Qurolli do'stlarga qo'lay bo'lsa 2 o'ringa 5 hamda endi 3 o'ringa 2000 belgilangan sertifikat. Kurashchilar bilan tanishtiruvni davom etamiz. Hurmatli do'stlar, Vali Ferdinand endi uni tanishtirganda Ushmovni deydilar. Albatta endi bu durustlikka to'g'ri kelmay, u endi kurash o'lkasida bo'lmasin dag'in. Qo'l kurashi bo'yicha oldin baylanmi? Qizil Sürgülü kurashi Vali Ferdinand qo'l kurashi bo'yicha Tatariston, Rossiya ham Yevropa chempionlari bo'lib tanilgan yigitlarimizdan birisi. Shundan endi Tatar kurashi o'zidib akrimlar bilan shu kurashga kirib ketgan yigitlarimizdan birisi. Opasiyat yigiti So'nggi yillarda sizni varog'izda maydonimizda o'zagida kutib qolamiz. Tashqi yarishlarni Formula 1 yarishi. Endi Aydar endi bizlar shunday motor kurashlar bilan tanishtirib chiqdi. Ikkisida bir motor kurashlariga bir mavsumlik bilan Aydar Hayrettinov Yaşar Sürgülü bilan jingib boradi. Hukmdorlar, yo'q sudya. Filandagi hukmdor shulay yo'q. 3 hukmdorda bizni oldinda bayonladilar. Vaqt o'tib turamiz. Hukmdorlar sürgülarni baylaylar. Ustozlar bilan shulay yo'q tanishtirib o'tib durust bo'lar. Mana endi Aydar Fatullah Hayrettinov bizning Orbol oldinda yashab Tatariston Respublikasining ot qozongan o'qituvchisi, Tatariston Respublikasining ot qozongan kurash treneri ismlari yetgan G'obaydullin Domirovining shagirdi. G'obaydullin Domirov shulay endi big zoq yillar bo'yi rayon yilma komandasini chiqish yasagan yigitlarimizdan birisi, jingil vesta chiqish yasagan shulay endi bizadagi respublika ko'lamida shohtigina o'yinlarga erishgan yigitlarimizdan birisi G'obaydullin Domir Davlatova bilan bugun Hayrettinov Aydar. Bayramdasizlar hurmatli do'stlar.
Isatu berildi. Qirg'izistonlik kurashchilar yoqqan uchun bizning endi Obaydullin Domir Davot obini 20 sekund vaqt qoldi bizning. Haliga İsa'nın yanına. endi Valiyev chempionatning ustozi bir bor Xayratdinov ham İsa Müşkanal. Valiyev chempionatning ustozi Husaynov Javdat shular o'yinda Tatariston Respublikasi ko'lamida vaqt. Ishkan O'ysa bilan jinoyat oldi. Xayratdinov Oydar ham o'sha chempion bo'ldi. Xayratdinov Oydar